Mavzudan uzoqlashmaymiz. Buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Xalqaro Nordik universiteti va UzReport telekanali hamkorligida Navoiyshunoslar forumi tashkil etildi. Viqorli tog'lar bag'rida yastanib yotgan oppoq qorlar. Bu har qanday ijodkor uchun haqiqiy ilhom manbai. Alisher Navoiyning ijodi ham xuddi shu tog'larga o'xshaydi. Sarbaland va azim. Bu uchrashuvning zavqi ham, shukuhi ham o'zgacha. Forum shunchaki ilmiy uchrashuv emas, u so'zning qadri, tafakkurning qudrati, ma'naviyatning bayrami. Har bir suhbatda, har bir muloqotda Navoiyning ruhi sezildi. Shoir merosiga yangicha qarash imkoniyati tug'ildi. Xo'sh, qanday qilib biz Navoiyni xalqimizga, xalqimizni Navoiyga yaqinlashtirsak bo'ladi? Jahon navoiyshinosligi nomli elektron platforma yaratilganini va shu jarayonda Alisher Navoiy asarlariga oid bo'lgan ko'pgina tadqiqotlar amalga oshganini biz bugun faxr bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Xorijdan kelayotgan olimlar Alisher Navoiy ijodiga, ma'naviyatiga, ma'rifatiga bizdan kam qiziqmayapti. Bu albatta bizning faxrimiz, albatta bizning g'ururimiz. Navoiy millatimizning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylangan. Bugungi forum bizga Alisher Navoiyning ma'rifatini keng dunyoga tatbiq qilish imkoniyati bilan birgalikda bugun yangi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarining ma'naviyatga, adabiyotga, ma'rifatga e'tiborning go'zal bir ifodasi qanday ekanligini ham namoyon etib, ko'z-ko'z etib berishadi. Katta masshtabda o'tkazilayotgan Xalqaro Navoiyshunoslar forumi jahonning turli davlatlaridan kelgan olimlarni, shoirlarni, navoiyshunoslarni, ilm va ma'rifat ahlini, ma'naviyat darg'alarini, olimlarni bir manzilda birlashtirdi. Forumda Navoiy ijodining badiiy estetik qudrati, turkiy til taraqqiyotidagi tarixiy o'rni, ma'naviy ma'rifiy merosning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati tahlil etildi. Mana Hamzani Ozarbayjonda tutdi-ku, xuddi shu ishni tizimli asosda bir yo'lga qo'yishni o'ylashimiz kerak. Mana hozir pokistonlik mehmonimiz aytdilarki, Mahbubul Qulubni urdu tiliga tarjima qildim. Bu ilohiy kitobni to'ppa-to'g'ri. Shunday ilohiy kitobni urdu tiliga tarjima qilgan qo'llari dard chekmas. Tadbirlarimiz, konferensiyalarimiz, anjumanlarimiz tarjimonlarni da'vat qilishga xizmat qilish kerak. अमीर अली शेर नवाई दुरुस्त है कि उज़्बेकिस्तान के कौमी शायर और दानिश्वर हैं. Alisher Navoiy haqiqatan ham o'zbekning milliy shoiri va mutafakkiri hisoblanadi. Lekin uning fikrlari va falsafasi jahon miqyosidagi buyuk shaxs maqomiga ega ekanligini anglatadi. Men mutafakkirning Mahbubul Qulub asarini tarjima qildim. Bu kitob Navoiyning shaxsiyatini aks ettiruvchi nodir asar bo'lib, bugungi jamiyat uchun ham muhim oyna vazifasini bajaradi. Tarjima jarayoni oson kechdi, chunki asardagi iboralar menga juda tanish bo'ldi. Büyük bir alim, büyük bir mütefekkir, büyük bir sehavet insanı, himmet ehli. Navoiy buyuk olim, saxovatpesha inson. Turkiy xalqlari o'rtasidagi madaniy ma'rifiy aloqalarning do'stlik va ma'naviy hamkorlik ramzidir. Alisher Navoiyning bebaho ilmiy va adabiy merosi nafaqat o'zbek xalqi, balki barcha turkiy millatlar uchun umumiy g'urur manbai. Bizning turkiy xalqlar namoyandalari ham Navoiyni o'ziga ustoz deb bilib, o'z ona tillarida milliy adabiyot yaratilishiga kamarbasta bo'lishdi. Shu ma'noda Alisher Navoiyni butun turkiy xalqlarning ma'naviy bayrog'i desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Men bir qancha takliflarni ilgari surdim, jumladan bu O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondidagi qo'lyozmalarni raqamlashtirish, ya'ni ularning elektron formatlarini yaratish va mutaxassis o'zining kerak bo'lsa uyida, kerak bo'lsa ishxonasida o'tirib shu mazkur qo'lyozmalarni tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo'lsin. Ilm va san'at uyg'unligi forumning eng yorqin jihati bo'ldi. Unda ma'ruzalar bilan birga Navoiyning sara g'azallari o'qildi, sharhlandi, dostonlar badiiy tahlil etildi, tabiat bag'rida mushoiralar tashkil etilib, sahnaviy kompozitsiyalar namoyish qilindi. Bu forum Navoiy poydevor qo'ygan so'z saltanatining bugungi avlod qalbidagi yangilangan sadosi bo'ldi.